32 savol. Tasbih haqida. Shayx janoblari, biz musulmonlar tasbihni ko'p ishlatamiz. Uning tarixi va kelib chiqishi haqida bilishni xohlar edik. Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Hozirda mo'min musulmonlar ichida mazhabga qarshi bo'lishga va ba'zi bir amallarni bid'at xurofatga chiqarishga ishqiboz bo'lgan kishilar tasbih o'girish bid'atdir. Bu ishni Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar, sahobalar ham qilmaganlar degan ma'nodagi gaplarni tarqatib, mo'min musulmonlarning hayollarini parishon qilib, ixtiloflar, tushunmovchiliklar kelib chiqishiga sabab bo'layotirlar. Lekin mujtahid ulamolarimiz tasbih tutish joizligi va undan foydalanish mumkinligini aynan Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qilingan rivoyatdan olganlar. Sunan nomli nom taratgan kitoblarning sohiblari Imomi Abu Dovud, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja va Imom Nasai quyidagi rivoyatni keltiradilar. An Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas an abiha أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم bir ayolning oldiga kirdilar. Uning oldida danaklar yoki mayda toshlar bo'lib, o'shalar ila tasbih aytayotgan edi. Bas u zot: men senga undan oson yoki afzal narsaning xabarini beraman. Subhanallohi adada ma xalaqa fis samai, subhanallohi adada ma xalaqa fil ardi, subhanallohi adada ma xalaqa bayna zalik, subhanallohi adada ma huwa khaliqun, الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك dediler. Ushbu hadis zikrni ko'p takrorlash va uni qo'ldan boshqa narsa bilan ham sanash mumkinligiga dalildir. Xuddi shu ma'noni anglatish uchun mashhur muhaddis Imom Abu Dovud o'z kitobida mayda tosh bilan tasbih aytish bobini ochgan va ushbu biz o'rganayotgan hadisni keltirgan. Mana shundan bizda tasbih nomini olgan ma'lum bir adaddagi danak yoki dumaloq narsalarni ipga tizib yasaladigan, arablar subha deb nomlaydigan narsa paydo bo'lgan. Ibn Munzir bu narsani tushuntirish uchun subha tasbih aytuvchilarga o'zi aytadigan tasbihlarni sanaydigan donalardir. Bu yangi chiqqan so'z, gohida uni misbaha ham deyiladi degan. Imom Abu Dovudning Sunan kitoblariga Avnul Ma'bud nomli sharh yozgan Shayx Muhammad Shamsul Haq rahmatullohi alayh hozir biz o'rganayotgan hadisni keltirgandan keyin bu hadis tasbihni danak yoki mayda tosh bilan sanash joizligiga dalildir. Tasbih qilib olsa ham bo'laveradi, chunki oralarida farq yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mazkura ayolning amalini iqror qildilar, inkor qilmadilar. Bo'lib turgan narsadan afzal narsaga irshod qilish avvalgisining joizligini man qilmaydi deganlar. Bu haqida bir qancha asarlar rivoyat qilingan. Buni qilishni bid'at deganlar to'g'ri aytmagan deydi Shayx Muhammad Shamsul Haq. Ibn Hajar rahmatullohi alayhi esa mazkur hadisdan tasbih tutish mandubligi chiqadi.
uni bid'at deyish to'g'ri emas degan. Ibn Allom bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mazkur ayolning danak yoki mayda tosh bilan sanab zikr qilayotganiga iqror bo'lishlari bu ishning sunnat ekaniga dalildir. Tasbih tutish ham mayda toshning o'rnidagi narsa. Tasbih tutish haqida latif bir juz yozib, uni iqodul masabih limashru'iyyati ittixozil masabih, tasbih tutishning shar'iy ekani haqida yoqilgan chiroq deb nomladim deganlar. Unda bu masalaga oid xabarlar, asarlar va ixtiloflarni keltirdim. Zikrni panjalar bilan sanash afzalmi yoki tasbih bilan degan savolga javob izladim. Xulosa shuki, qo'l bilan sanash, xususan namozning zikrlarini qo'l bilan sanash afzaldir. Ammo ko'p adadli zikrlarda adashib ketmaslik uchun tasbih bilan sanagan afzaldir deyilgan. Mana shundoq qilib tasbih deb atalgan narsa kelib chiqqan. Allohning zikrini qilish ishtiyoqida, uni ko'proq zikr qilib, adadini oshirish ma'nosida mo'min musulmonlar rag'bat qilgan holda mana shu tasbihlarni yasab olganlar. Allohning zikrini qilish, uning adadini ko'paytirishni Alloh subhanahu va taoloning o'zi hammamizga nasib etgan bo'lsin. Turli boralarda, jumladan mana shu tasbih borasida ham ixtilof qilishdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Ixtilof qiluvchilarga esa Robbil alamin insof berib, hamma sohalarda, jumladan ushbu ma'nodagi ixtilofda ham o'zi qutqarib, ularni ham to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsin. Vallohu a'lam.